Assalomu alaykum hammalaringizga. Ayjon, yaxshimisizlar? Bugun kechga ovqat qilmaysizlar. O'zim hozir sizlarga zo'r bitta ovqat qo'yib beraman. Kechga birga vaqt o'tkazamiz, xudo xolasa. Eng yomon joyi ana shu qozonni qo'zg'atgan vaqtingiz qo'lingizga uchadi-ku, biron narsa kuyadi-ku. Undan azobi yo'q. U sizga baxt topganmasa, u sizni hayotingizni komfortga aylantirmasa, u sizni xursand qilmasa, uni nima keragi bor? Mani holatimda oila juda ham muhim va katta energiya manbalaridan bittasi. Nima uchun? Muhaybam emotsionallar, xarakterlari shunaqa muhaybam. Nodrapam esa energich. Bugundan boshlab meni Terminator deb chaqiringlar derdi. Meni dardlarim uni ichida-da. Har taraflama faxrda men uchun bizaga uka ota o'rnida. Zamon o'zgarib ketdi. Biz davrimizda yoshligimizda unaqa narsa yo'q edi biz. Shu Muhayyo opaga necha pul olib berasiz? Qancha xohlasalar. Opangiz bo'lgani uchunmi yoki ishchi bo'lgani uchun? Yaxshi pishgan bo'lsa, demak men zo'r pishirgan bo'laman. Yaxshi pishmagan bo'lsa-ga, demak go'sht zo'r bo'lmagan bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun qanaqa kunimiz endi? Bugun bizda oilaviy kun o'zimanda. Lekin shunga qaramasdan, hay bugun syomkani davom ettiraveramiz. Oilaviy kunimizni ko'rsatamiz bo'lsa. Ishga nima keldik ishxonaga? Ishxonaga kelmasdan iloji yo'q. Oilaviy kun bo'lishiga qaramasdan ertalabdan kechgacha uyda qola olmayman. Uyda ko'pchilik mana akalarimiz meni tushunadi. Uyda yotsam agar xuddi bir nimadan quruq qolayotgandek bo'laman. Yomon o'zimni his qilaman. Shuning uchun bir marta hech bo'lsa ishga kelib ketishim kerak. Ishxonaga kelib ketishim kerak. Energiya olaman. Xotirjam bo'laman, xotirjam. Zo'r. Spokойный bo'laman. Ketdik. Marhamat, xush kelibsizlar, kelinglar. Xo'p, aka, mana keldik. Birinchi bo'lib ishxonada nimaga e'tibor berasiz? Birinchi bo'lib yigitlar bilan salom-alik qilib bo'lganimizdan keyin Menimcha gullaringizga e'tibor berasiz. yo'q, gullarga ham qaraymiz, albatta. Birinchi bo'lib suhbatlashib chiqaman havo bilan. Surpriz yo'qmi bironta? Korxona tinchmi, yaxshimi? Shuni so'rayman. Hammasi yaxshi ketyaptimi? Bu yoqda floristlar ishlayapti. Bu yerda floristlar ishlaydilar. Bu yoqda jamoadoshlarimiz, yuqorida tabrikchilar, u bo'lim, pastdagi bo'lim, shu tabrikdagi bolalarda joylari. Ofisim yuqorida, yuring. O'tgan sari ham kelgansiz. Birinchi marta emas. Birinchi marta emas. Hormanglar. Bor bo'laylikmi? Bor bo'ldim. Mahmud. Bismillah. Kaminaning ofisi. Ha. Moslashsangiz o'tirsangiz bo'ladi. Bu yerlar salgina bespорядок, chunki kechqurun ko'pincha sabrayni qilamiz yigitlar bilan. Tayyorgarliksiz bostirib kelyapmiz. Shu endi shunisi yaxshimabdi. Shunday. Bo'lmasa bitta. Bu Alisa bu. Xo'p. Bu Alisa. Bu nimaga endi bu? Bir kishi iltimos qilgandilar. Amerikaga yuboryapmiz. Ha, yo'q. Ha, sovg'a. Zo'r. Aka, endi nima qilasiz? Qanaqadir hisobotlar olasizmi? Yo, nima qilasiz? O'zi kun tartibingiz qanaqa? O'zi- Odatda. Mana o'zi mana bu yerda o'zi mana hisobotlar yozilgan o'zi. Chapaq qo'yganlar. Bu yerda hisobotlar yozilgan. Ko'rsatmasalar yaxshi. Ha, mayli. Shunaqa, Pulli menga soqqali ishlar. ha, buni mana katta qilib yozib beradilar. Bu kompyuterda ham bor, bu hisobotlar. o'tiraylik. Faqat bu yerda yozganlarining sababi tushunish, gapirish osonroq. Hamma bilan jamoa bilan o'tiramiz. O'tgan oyga qaraganda nimalar yuz berdi, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, shular haqida muhokama qilamiz. Qanchalik minus, qanchalik plus, nimada to'g'ri ketyapmiz, nimada noto'g'ri ketyapmiz. Mijozlarimiz misol uchun qanchalik bizdan rozi, qanchalik norozi. Abdulla aka, men bilaman. Siz oilaga vaqt ajratayotgan odamsiz. Mana bugun ham oilaviy kuningizda syomka qilib o'tiribmiz. Nimaga bunchalik oilaga ko'p e'tibor berasiz? Siz hozir yoshsiz, ko'proq ishlab, misol uchun shunaqa anaqalar eshitganman, maqollar eshitganman yoki gaplar eshitganmiz. Erkak kishi misol 3 kun uyga kelmasa, keyin izlashtirishni boshlanglar deydi-da, misol. Uni vazifasi faqat ishlash. Ham tadbirkor odamsiz. Aka, oilamga ko'p vaqt ajratmayman birinchidan. Bu ko'p emas. Bir haftada bir marta vaqt ajratish bu ko'p emas. Bizning ishimiz shunaqaki, mana tadbirkorlar ko'pincha biladi. Hamma akalarimiz shunaqa bo'lsa kerak. Ertalab chiqib ketamiz uydan, 9 larda, ertalab 10 larda chiqib ketsak, oqshom soat 1-2 da kirib kelaman ba'zida uyga. Bolalarim hatto meni ko'rmay qoladi. Bolalarimni ko'rmayman qanaqa katta bo'layotganini. Shuning uchun harakat qilamanki, haftada hech bo'lmasa bir marta, bir kun vaqt ajratay, birgalikda o'tkazaylik. Bu narsa menga o'zimga energiya manbai. Ertaga afsuslanishni istamayman. Chunki ko'p akalarimiz bilan gaplashganimizda, ko'p tadbirkor akalarimiz aytganda, bolalarimning qanaqa katta bo'lganini bilmayman deganlar. Qanday qilib bu bunaqa tez o'tib ketdi, vaqtni bilmay qoldim deganlar. Men esa shu ularni qilgan xatoni qilishni istamayman. Shuning uchun
imkoniyatim boricha, hozir qo'limdan kelguncha vaqt ajratib, birga vaqt o'tkazib, farzandlarimni biron joyga olib borib, uyda ovqat qilib, ovqatlanib, vaqt o'tkazishga harakat qilaman aka. Hop. Endi kamtarlik qilyapsiz. Nimaga Kamchilik siz? Men bilaman-da. Misol uchun siz maksimalni vaqtingizdan unumli foydalanasiz. Obed payti kerak bo'lsa, opalaringizni yig'asiz, onangizni yig'asiz, o'tirasiz, ko'rishasiz. Obeddan keyin kechga bir yarim soat, 1 soat vaqtingizni topdingiz deguncha men ko'p ko'rganman-da, misol uchun shu narsani. Ko'plarda yo'qdi shu narsa. O'sha haftada bir kun family day ham yo'q odatda. Misol shu bir kun dam olishni lutchi o'rtoqlari bilan yoki bilmayman nimadirlar qilyapti ko'plar. Endi menda shu oilam bilan o'tkazgan vaqtim menga energiya beradi. Men kuch olaman bu narsadan. Shuning uchun harakat qilaman ko'pincha opamlar bilan, onam bilan, ayjonim bilan hammamiz birga vaqt o'tkazishimizni. Imkon boricha bo'yin aytganingizdek, tezroq yig'ilib turishga harakat qilaman. Chunki suhbatlarimiz bor-ku, yaxshi mavzularda-da. Ular muammo haqida gapirmaydilar menga, tashvish haqida gapirmaydilar. Xursandchilik haqida gapiramiz, bir qarindoshlarni eslaymiz. Ayam bir qarindoshlar o'rtasida nimalar bo'lyapti, aytib beradilar. Bunaqa bo'lyapti, xursand bo'laman. Bir suhbatlashamiz, maza qilamiz. Opalarim misol uchun har xil temalarda gaplashamiz. Mana shu hayot tashvishlaridan ozgina chiqishga yordam beradi menga. Oilam bilan yaqin bo'lsam agar, shu muammolardan ozgina chiqishga yordam beradi, tashvishlardan. To'g'ri. Aziz do'stlar, Abdulla aka opasi Palmada ishlaydi. Muhay opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mikrofon. Tayyorlanish kerak. Gapiravering, chiroylisiz. Assalomu alaykum. Xo'p, Abdulla aka ishxonada qanaqa boshliq? Zo'r. Nima degani zo'r? Zo'r. Qattiq qo'lmi, urushami, opasidan qanday Yo'q, urishadi? endi ishxonada ukachilik yo'q. Qattiq qo'l ishxonada, zo'r boshliqda. Endi Kichkinaligida siz mehribon. urishgansiz, endi Katta bo'lsa. katta bo'lganda sizni urishyaptimi? Kichkinaligida ko'p urishganman. Endi yomon bo'lmasin deb urishganman, albatta. Endi katta bo'lgandan keyin meni yaxshi ishchi bo'lsin deb meni urishyapti-da. Oilada biz 3 kishi. Men kattasi, mendan keyin singlim, keyin Abdulla. Ha, zo'r. Nodir opa ham bir yerda ishlab qoluvdilar, hozir ishlamayaptilar. Nodira endi boshqa joyda o'zi dars beradi. Turizm universitetida. Bizga marketingdan yordam berib, ozgincha ishladi bizlar. Oysha opa universitetda. Ayam medinstitutda ishlaydilar. Zo'r. Lekin men o'ylardim, siz kuchni puldan olasiz deb. O'zi energiya manbalari bor aka. Pul ham kiradi, sport, sog'liq va hokazo va shularning orasida oila ham bor. Mana holatimda oila juda ham muhim va katta energiya manbalaridan bittasi. Nima uchun? Hayotimda men siz bilasiz, ko'p muammolarga uchraganman, bizneslarimda bankrotliklar bo'lgan, hayotimda eng qiynalgan momentlar, stressga tushgan momentlarim hech kim ko'nglingizga sig'maydi. Do'stlarning oldiga bora olmaysiz, qiynalgan paytingiz. Chunki do'stlar xursandchilik uchun ba'zida kerak bo'ladi. Ularga xafa holatingizni ayta olmaysiz. Hasad ham qilib qo'yishi mumkin. Endi men bilmadim. Xodimlarga ayta olmaysiz, jamoadoshlaringizga ayta olmaysiz. Ba'zida bo'ladi lichniy muammolaringiz, katta tashvishga tushgan vaqtingiz hech kimga dardingizni ayta olmaysiz, oiladan boshqa. Bitta oila tushunasiz. Shunday. Faqat oilani oldida ba'zida mana onangizni oldida ko'z yosh qila olasiz. Boshqa hech kimning oldida yig'la olmasligingiz mumkin. Ko'zingizdan yosh chiqara olmaysiz. Uni hech kim ko'rmasligi kerak. Faqat onangiz to'g'ri tushunadilar sizni. Shuning uchun shu stressga tushmasligim uchun ko'proq oilamga vaqt ajratay deymanki, mana shu dardimga bo'lgan dardimni malham bo'la oladilar ular. Ular bilan suhbatlashaman, shu ketadi ichimdagi hamma muammolar, tashvishlar kamayadi. Aka reels pop gapirdingiz-da lekin. Xo'p, zo'r. Oilaviy kuningiz qanaqa o'tadi? Xo'p, oilaviy kunim o'zi ertalab birga hammamiz nonushta qilamiz. Oilaviy. Ko'pincha bolalarimni o'zim o'sha kuni bog'chaga olib borib qo'yaman. Agar charchagan bo'lsam, uxlaydigan bo'lsam, oilaviy kunda misol uchun ko'proq vaqt uxlaydigan bo'lsam, har doimgidek bolalarim o'zlari ketadi sadikka. Keyin obedlarda birgalashib ovqatlanamiz. Hammamiz yoki obeddan keyin soat 4-5 larga o'tkazamiz ovqatlanishni, zavtrakdan keyin. Uyda ovqat qilinadi. Ko'pincha ayam o'zlari ovqat qilib beradilar, ayjonim o'zlari ovqat qiladi. Redka men ovqat qilaman, juda kam vaqtlarda. Atak ayjonim o'zlari ovqat qiladilar va hammani taklif qilishga harakat qilamiz. Jiyanlarim, opalarim, pochchalarim imkon doirasida Zo'r. taklif qilishga harakat qilamiz. Anaqamiz uchun, bugungi syomkamiz, vyupuskimiz uchun bugun bir ovqat qilib bermaysizmi?
Qila olar ekanmanmi? Nas. Aytishadi-ku, erkak kishini ham anaqa. Men qilishni bilmayman. Misol uchun umuman eshitma qilib tuxum qovurishni bilaman faqat. Bir ko'raylik qanaqa Odam qilgan ovqat ishni odam qiladi. Ha, eng oson ovqatlardan bittasi shu menimcha shu go'sht qovurish bo'lsa kerak. Eng oson shu go'sht qolsangiz tashlaysiz, yog' tashlaysiz, ozgina dimlab qo'yasiz, tayyor bo'ladi piyoz bilan. Menimcha shu osonroq bo'lsa kerak. Chunki osh qilganman bu marta ancha bo'ldi. Osh qilish oson emas. Uni vaqti, soati, uni nimalari bor. Buzib qo'yish oson-da oshni. Shunday. Go'shtni esa kuydirsangiz ham yeyveradilar. Hech narsa emas. Qanaqa ovqat qilamiz? Bo'ldi. Bitta dimlamami, biror narsa qilishga harakat qilib ko'ramiz. Zo'r. Jizmi dimlamami? Kichkina bozorchasini qilamiz. Ketdik, mayli. Zo'r. Ketdik. Yuringlar. Yaxshimi? Erta yana ko'rishamiz. Ha, boraveringlar. Jo'ra bo'linglar. Biron olib boringlar. Sovg'a-pog'a. Ko'ngliga qaranglar. Assalomu alaykum hammalaringizga. Ayjon, yaxshimisizlar? Bugun kechga ovqat qilmaysizlar. O'zim hozir sizlarga zo'r bitta ovqat qilib beraman. Kechga birga vaqt o'tkazamiz, xudo xolasa. Zo'r. Bu endi ro'stnikka tashlaymiz. Ayni oilaviy gruppamiz bor, u yoqda shu Ayjonim, opalarim, pochchalarim, shu kattalar faqat. Kuzatuvchilarimiz bilishadi. O'tgan safar bir kunlik nimamizda aytgansiz, opalarim, katta opam qo'shdim degansiz, kichkina opam ham kelgan. Shunaqa. Mazza bo'ladi. Ha, mazza. Hamma kelishadi. Juda ham va Bugun Abdulla akada oilaviy kun ekan. Kechga menimcha hammani chaqirdi hozir gruppada. Hozir biz bozorlik qilishga ketamiz. Ana ovqat pishirishni biladilarmi? Zo'r ovqatlar pishirib beradi Abdulla. Endi masalan uyda biz kichkinaligimizda 3 kishi turganmiz. Ayam chet elga ko'p ketardilar. Rahmatli onam ham ko'p bo'lmasdilar bizlar bilan. Ko'pincha o'zimiz qolib ketardik. O'zimiz birga 3 kishilashib ovqat pishirardik. Zavtrak, ujin, obed. Endi ko'pincha faqat birga bo'lganimiz uchun ko'p narsalar tayyorlaganmiz. Abdulla ham biladi ko'p narsani. Abdulla aka siz haqingizda ko'p anaqa qiladilar-da. Muhay opam deydilar, juda aqlli, menga anaqa bosh bo'lganlar deydi-da. Ayam o'rniga anaqa ko'p tarbiyalaganlar men deydilar-da. Endi uchovimiz qolganimiz uchun, yomon yo'lga kirmaslik uchun ko'p tanbehlar berganman. Ha, yig'lamang. Endi kunlarni eslasam salgina yig'i keladi-da. Yaxshi yigit bo'lsin deganman. Endi ko'chaga ham ko'p qo'ymasdim. O'sha 6dan keyin ko'chaga chiqarmasdim. Endi o'sha vaqtlar ko'p qiyinchiliklar ko'rganmizda. Endi ayam uchun yaxshi bo'lsin deganman-u. Ko'p tergardim. Maktablarga ham orqasidan ko'p ko'rishga borardim. Sigaret chopmasin, yomon bolalarga qo'shilmasin degan ma'noda ko'p tergaganman-da. Shuning uchun endi bilmasam, balkim strogi apa bo'lgandirman. Ba'zida aytadi, apa deydi, siz meni ko'p urgansiz, endi meni vaqtim keldi, endi meni qo'limda ishlayapsiz deydi. Albatta hazil, bular hammasi hazil. Bilmasam, endi shunday bo'lgan. Endi hozir men o'sha mevasini ko'ryapsiz-da, misol haligacha chakmaydilar-ku, ichmaydilar menimcha. Na, shunday. Endi bilmasam, o'sha vaqtda endi biz oilada dadasiz katta bo'lganmiz-ku, Abdullaga qanaydir akamiz bo'lmagani uchun ham ko'chaga chiqay desa, shu eshigimiz tagida ovozing eshitib tursin, ovozingni eshitib turay derdim. Agar shu yarim soatdan keyin ovoz chiqmasdi-da, hamma bolalarda sho'x edi. To'g'ri, keyin izlab boshlardim. Izlasa stadiondan, kompyuterxonadan topib kelardim, baribir qo'ymasdim. Endi yaxshi yigit bo'lsin degan. Ba'zida aytadi, apa deydi, shu tergaganlaringiz uchunmi, nima shu yomon bolalarga ko'p qo'shilmaganman deydi. Keyin men bitta istoriyani bilaman. Birinchi bizneslarda ham ko'p podдержка qilgan ekansizlar. Men endi kichkina bizneslar bo'lgan, u payt Istiqlolda ishlaganlar. Istiqlolda ishlagandi. Istiqloldan keyin morojniy nima ochdi. Morojniy apparat olishga yordam berganmiz. Endi xo'jayinim ham nima qarashmasdan endi yordam berganlar. Endi oilaviy nima deyishim kerak bilmayman, nima deyishim. Aytavering nima bo'lsa.
O'sha morojniy apparatini endi hammamiz o'z-o'zidan pul tashlaganmiz. Rasmlarini ko'rganman, ishlaganmisiz shu yerda Nodir opa? Yo'q, men ishlamaganman, Nodira ishlaganman. O'sha vaqtda turmushga chiqqandim, ikkita yosh farzandim bo'lganligi uchun ma'naviy yordam berganman ularga ham, men sizlar bilan. Bu yerda Palmada qachondan beri ishlaysiz? Palmada 2015-yildan beri ishlayman, faoliyat yuritaman. Albatta kelganimda hali hech nimani bilmasdim. Asta-asta floristika sohasiga o'zim qiziqqanim uchun shu florist bo'lishga qaror qilganman. Hozirda, ozmi ko'pmi, yaxshi floristlar qatorida deb o'ylayman. Abdulla aka, nima endi ekstrenda ish chiqib qoldimi? Ha, syomka jarayonlari bo'ladi. Ba'zida o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz maktablari bor, har xil o'quv nimalari bor. Ular iltimos qiladi, yo'q deyolmayman. Misol uchun men o'zim bilaman ularni yaqindan. Bozor chiqib ketadi dedik-da biz. Ha, shu chiqib ketganda qaytdik hozir. Qaytishga majbur bo'ldik. Ha, endi ishimiz shunaqa, yo'q deyolmayman. Akmal akam bor, Nizamov, u kishini o'quv kurslari bor. Yuksalish bor, mana Kolba bor, Doniyor akam Nasriddinov o'zimizning akalarimizdan. Registon o'quv markazi bor, Registon maktablari bor. Bular bilan hammasi bilan hamkorlik. Ha, meni o'rtoqlarim. Ha, yo'q. Rahbarlari u meni o'rtoqlarim. Bitta klubdamiz hammamiz biz. Bitta klubda ilm olamiz, o'samiz, birga o'samiz. Yo'q demayman shuning uchun. Bironta agar iltimos bo'lsa, yo'q demayman. Ketdik. Abdulla aka, hozir Muxoy opa bilan gaplashib qoldim, opangiz, katta opangiz bilan. Ko'p urushardim deb qoldilar sizni yoshligingizda. Da почти har kuni urusharsizlar. Har kuni urushardilar, har kuni urardilar. Mayda edimda, bizni farqimiz 8 yosh opam bilan. Ayjonim chetda bo'lgan vaqtlari, ishlagan vaqtlari bir sho'xlik qilsam, ozginagina qanaqadir sho'xlik qiladigan bo'lsam agar doim eslayman, vannaga kirgizardilar-yu, urib tushuntirardilar. Ayam biz uchun ishlayaptilar. Bizani yaxshi hayotimiz uchun ishlayaptilar. Sen ayjonimni kelajagisan. Sen shu suyanchiqlarisan. Sen bizani baxtli qilasan deb doim urishardi. Har kun, har kun. Eslasam, unaqa bo'laveraman. Undan nimalar eslasam, ta'sirlaniraman. O'sha eng o'nagi hayotimizda eng mana u momentlar edi-da, Qiyinchilik. Ha, takoy. Yaxshi qiynalgan paytlarimiz. Yaxshigina. Yaxshi qiynalgan vaqtlarimiz. Abdulla hayotidan qiyin davrlar bo'lganda ona sifatida siz nimalarni kuzatgansiz? Abdulloni yoshligida qiyin davrlar bo'lgan. Abdulla aka lekin o'zi aytmaydi, qiynalganman. Meni opalarim qiynalgan deydi. Endi men ona sifatida o'sha farzandlarimni imkoniyat darajasida ularni ehtiyojlarini qondira olmaganim ba'zida menga qiyinchilik tug'dirgan. Shuning uchun men o'ylayman, bolalarimga o'sha vaqtda qiyin bo'lganda. Men Nodir opam, Muxoy opam uchalamiz katta onam biz bilan turardilar, ayamni ayalar. Muxoy opam eng kattamiz edilar. Hamma narsa mas'uliyat opamning bo'ynida edi. Shu opam Necha yosh bo'lgan? men agar 5-sinf bo'lgan bo'lsam, opam примерно kollejda o'qirdilar-da. 20 yosh bo'lganlar-da. 19-20 yosh bo'lganlar. O'ynab kulmadi shu opam. Biron marta dugonabozlik qilmagan katta opam. Biron marta o'yin, kulgu, to'y bunaqa umuman yoz kanikulda ishlardilar. Qarindoshimiznikida, katta xolamlarnikida borib ishlardilar. Pul topib, shu kiyimga yordam berardilar. Bizga kiyim olib berasizlar. Menga hozir ham eslayman. Qarindoshimiz to'yi bo'lishi kerak. Kiyimim yo'q. To'yga kiyib boradigan kiyim yo'q. Shu opam bechora borib bir hafta ishlab katta xolamlarnikida topgan pullariga menga shu rubashka, bruk, bosonoshka olib beruvdilar-da. Shu opam o'zi uchun hech yoshligida unaqa qilmay o'ynab kulmadi. Faqat hayotimizdan shu bir sinov, qiyinchiliklar mana shunaqa bo'lib o'tganda, ayniqsa opamniki, o'sha ikkita opamniki vechni mana shu nimada o'tgan. Men endi yosh bo'lganman, o'yin kulgida yurganman. Opalarim qiynalgandek. Ularni eng nima bazrasnoy deydimi, nima deyiladi? Ha, o'sha eng nima vaqtlarida, shu eng o'yin kulgi qiladigan, mazza qilib, beg'ubor bolalikda dugonabozlik qiladigan, o'sha mazza qilib yuradigan paytlar hech qayerga bormagan opalarim, hech qayerda yurmagan shu opalarim ikkalasi ham. Ukangiz aytdilar-ki,
u kishi meni juda kontrol qilganlar. Shu hissalari shu bo'lgan, urishardilar. Endi nima ayam Moskvaga ishlashga ketganlarida men 11-sinfda endi bitirgandim. To'yjon 3-sinfda. Hech bir haftami, 2 hafta, bir hafta emas, 1 oy bo'ldi. Cho'milib chiqdi, ustini yechyapti. Qarasam, shu ichki kiyimi yirtilib qolganda, o'shanda o'zimni juda ham aybdor his qilganman. Ayam menga ishonib ketgan farzandlarini men qarolmadim deb. O'shanda o'sha kunlar esimga tushadi, men juda ham yig'lagim keladi. Keyin endi vaqti ishlashda imkoniyati bo'lmagan. Xolamlarga borib butilka yuvardik. Har hafta borib butilka yuvib 6000, 7000 ishlab kelardim. Endi u vaqtda 6000, 7000 lar katta pul bo'lganda, может deyman xolamlar ayasi yo'q deb, ayasi uzoqda, dadasi yo'q deb endi ko'proq pul berganlarmi? O'sha ishlab kelgan pullarimga ichki kiyim, shu kiyim-kechak olib berganman. Молодец. Ha, hozir endi mevasini ko'ryapti-ku. Qachon qarasam, bu yoqqa yuborasiz, bu yoqqa yuborasiz. Apparatni yaxshi ko'raman. Ular bo'lmasa ancha. Agar ular bo'lmasa bilmayman, men qanaqa bo'lib ketgan bo'lardim, bilmayman. Yomon yo'lga kirib ketgan bo'lardim, kim biladi. Haligacha ichmaysiz, chakmaysiz. Balkim shu muhayyopangiz sababchi. Sababchi. Doim kontrolda bo'laman. Вот прям doim kontrolda bo'laman. Har kuni, har soat, doim. Ko'chaga chiqardim o'ynashga, ovozingni eshitib turay deyapsizlar. Uyda bo'lardilar, ovozingni eshitib turay derdi. Ko'chaga, chetga ketishga qo'ymasdi. Ha, endi har xil zo'rlik o'sha vaqtlar. Men bu jo'ralarni ham har bittasini kontrol qilishga harakat qilganman. Keyin maktabdan kelsa, og'zingni pufla, sigaret chokdingmi? Bironta endi o'sha vaqtda balog'at yoshiga endi yetay degan vaqtlarda 10 yoshdan keyin o'sha vaqtlar 4-sinflaydi. Og'zingni pufla, sigaret chok deb aytdimi bironta o'rtog'ing? Endi kinolarda ham ko'p ko'rasiz-ku, o'rtoqlar bor, yaxshi yo'lga yetaklaydi. O'rtoqlar bor, o'sha yaxshi yo'ldan urishga harakat qiladi. Masalan, men sigaret chok, sen choksang agar yaxshi bu erkaklik xususiyati demasin deb og'zini hidlardim, portfellarni qidirardim. Keyin erinmasdan borib maktabiga kim bilan o'ynayapti, qanaqa o'rtoq bilan jo'ra, har bittasini borib qanaqa oilani farzandi deb o'zim bu darsdan qochmayaptimi deb borib asta poylab kelardim. Uyga kelib, ha, yaxshi ekan deb. Agar sal kech qolsa ham 5-10 minut borib o'zim olib kelishga harakat qilardim-da. Endi bilmasam, yomon yo'lga yurmasin, faqat yaxshilar bilan birga bo'lsin degan ma'noda qilganman-da shu kontrollar hammasini. Shunaqa qiyin nimalardan, periodlardan o'tganmiz. Endi bitta bizga emas, hammaga qiyin bo'lgan o'sha vaqtlar. Lekin shundan o'tganmiz-da. Xotiralar qolgan, yaxshi xotiralar qolgan. Ilgari hozir hazillashaman. Ilgari siz meni yoshligimda urishdingiz. Hozir men sizni urishaman deb hazillashaman, chunki ha, endi ishxonada boshliqman. Hamma misol uchun xodimlardan bir xil ko'raman. Opalarim ham, kim qarindoshlarim ham, oddiy xodim ham, opalarim ham bir xil mana shu ishxonada. Hamma bir xil rol o'ynaydi. Ko'chada opam. Bolalikda Abdullo bilan nima haqida ko'proq tortishardingiz? Biz hech qachon Abdullajon bilan bolaligimizdan tortishmaganmiz. Chunki har doim opa sifatida, bilmayman shu bolaligidanmi, shu hurmatimizni joyiga qo'yganda, lekin shu esimda qolgan narsalari shu futbolga borsa ham, suzishga borsa ham birga borardim. Shu Abdullajon 15 ta jo'rasi va bitta men borardim. Qancha nima xohlasa, nima so'rasa hammasiga tayyorman. Ular o'kunimdek bo'ldi. Nimadir bo'lgan, xafa bo'lganlar, ishdami, bilmayman, bir nimadan xafa bo'lganlar. Uydalar telefonda ayam bilan birga o'tiribdilar. Endi telefon qilyaptilar menga, urishyaptilar-da meni. Qattiq urishyaptilar. Nima xafa bo'lgan tonda urishyapti-da. Unaqa bormayman endi. Ishxonang ham o'zingga buyursin, menga hech narsa kerak emas. Va deb baqirib urishyaptilar-da endi.
Men kulyapmanki, to'xtamasdan kulyapman-da. Urushyotibdilar. Seni yaxshi ko'rmayman debdilar. Men sizni yaxshi ko'raman deb. Qancha urishsangiz ham debman. Men sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rishdan to'xtamayman debman sizni. Chunki opa-ukalar shunaqa bo'lishi kerak-da. Biri yonganda ikkinchisi suv bo'lib turishi kerak-da. Agar ikkita olov bo'ladigan bo'lsa, zirif bo'ladi-da, portlab ketadi. Opa-ukachilikni o'rtasiga nima tushadi? Opam shunaqa asabiylashib baqiryaptilar, muhabbam katta opam. Men kulyapman. Sizni yaxshi ko'raman. Siz meni asalchamsiz debman, erkalayapman. Men baribir yaxshi ko'raman. Shunaqa baqirib asabiylashyaptilar. Men naborot shu olovni nima qilishga harakat qilyapman. Bosishga harakat qilyapman. Shu men o'ylayman, ko'pincha ikkita olov paydo bo'lganda, aka-ukalar o'rtasida ikkalasi ham jahlini ko'rsatganda katta muammolar kelib chiqadi ularning o'rtasida. Ancha vaqtgacha gapirmay ketadi. Agar shu birini jahli chiqqanda ikkinchisi bosilib tursa, men o'ylayman yaxshi hayot yaxshi kechadi-da. Chunki bu inson psixologiyasi, kimdir baribir asabiylashadi, nervishlik qiladi. Faqat siz sabab emas, boshqa narsalar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha vaqt. Opam misol uchun meni yomon ko'rgandan emas, o'sha vaqtda shu hayotida shunaqa holat bo'lgan. Hozir bir narsa esimga kelib qoldi. Er-xotin munosabatida ham xuddi shunday-da aka. Ha, shunaqa aka. Er-xotin munosabatida ham xuddi shunday. Kuni bilan ishda bo'lasiz, boshqa bo'lasiz. Ishxonada muammolar har xil, kimdir bilan urushasiz, kimdir bilan tortishasiz. Ko'chada yurasiz, rulda yuramiz. Uyga kelgan payt xotin bilmaydi-ku narsani. Men umr yo'ldoshim bilan xuddi shunaqaman. Agar nimagadir jahl qilib, misol uchun qanaqadir jahlni ko'rsatadigan bo'lsa menga, boshida yosh emas, endi hayotimizning boshida, birinchi, ikkinchi yil turmushimizda men nima qilardim? Aka hali qariganingiz yo'q. Ya endi 8-7 yildan oshdi, 8 yil bo'lyapti turmushimizga. Birinchi yillarda men aytardimki, menga bunaqa qilma, jahlingni ko'rsatma, u bu derdim. Lekin hozir tushunyapmanki, u ham inson. Shunday. U ham kimdirga jahlini ko'rsatish kerak. Kimga jahlini ko'rsatadi? Qaynonasigami? Qaynopalarigami? Yo'q. Eng to'g'ri inson bu menman. Qo'shniga ko'rsatmaydi-ku jahlini bor. Yoki ota-onasiga borib baqirmaydi-ku. Baqirsa, jahlini ko'rsatsa, siqilganini bildirmoqchi bo'lsa-ku, menga bildiradi-da, boshqa kimga bildiradi yana? Kimga bildirish kerak? Shuncha to'g'ri tushunaman narsalarni ekan. Abdullohning muvaffaqiyatida xotinning o'rni qanchalik? Abdullohning muvaffaqiyatida xotinining hissasi juda katta. Kelinim yaxshi. Endi mana shu kelinni hayotidan rozi bo'lib, shukr qilib, har doim tabassum bilan turishi Abdulloh uchun motivatsiya bo'lsa kerak. Baribir ham kelinim qovoqlarini uymaydi, hayotidan rozi, shukr qiladi, Abdullohni sevadi. Abdulloh uchun bu katta muvaffaqiyat. Bir-birini sevishi. Abdulloh bilan xotini tortishib qolsa, siz qanday reagirangiz qilasiz? Ular endi er-xotinda urushmaydi deb bo'lmaydi, urushsa kerak, lekin men hech qachon eshitmaganman. Ular faqat o'sha o'zini uyida, kelinim ham, o'g'lim ham bu narsalarni menga bildirmaydi. Keliningiz bilan ukangiz tortishgan payt kim tarafini olasiz? Kelin tarafini olaman. Nimaga? Однозначно. Chunki o'zim ayol kishi bo'lganim uchun ayollik instinktlarim ko'proq kelin tarafga yon bosadigan vaziyatlar ko'proq bo'lgani uchunmi ko'proq kelinni tarafini olaman. Chunki ayol kishi uyda o'tirib, xo'jayini ko'chada ishlasa ayol kishiga juda ham bu qiyin vaziyatda, baribir ham rashk qiladi. Uyda o'tirgan ayolga menimcha deb o'ylayman, baribir ham qiyinroq. Xuddi shunday siznikini ham. To'g'rimi? Ha, men ham shu jahlim chiqqanda opalarim ham hattoki biladilar. Men jahlim chiqqan vaqtda men urushaman dedim-ku, ishxonada urushaman-ku, ular meni to'g'ri qabul qiladi. Hech qachon urush chiqmagan. Ko'z tegmasin, o'rtamizda hali opalarim ham o'rtasida urush chiqmagan. Ular urushsa men chidayman, men urushsam ular chidaydi. Abdulloh bilan oxirgi marta qachon jiddiy tortishgansiz? Yo'q, biz tortishmaganmiz. Bolalikda Abdullajon meni hurmat qilardi. Hozir endi Abdullajonni biz shu bolaligidan sizlab katta bo'lgan. Endi uje xuddi akaday, otaday uje hurmat aylanib ketdi-da mana shunaqaga. Chunki bizning hayotimizda ko'proq meni support qilganda, o'sha o'qishimga ham, turmushga chiqishimga ham, bakalavr, magistratura nima bo'lish kerak bo'lsa, bir ota qiziga qanaqa narsalar qilish kerak bo'lsa, Abdullajon kichkina bo'lishiga qaramasdan shularni qilganda, shuning uchunmi o'sha mehrimiz xuddi ota bolaga aylanib qolganday, xuddi yoki aka singil yoki ota bolaga aylanib qolganday. U Abdullajon tortishmaydi, men ba'zida mamnaqa qil deb salgina
qo'rsroq aytgan bo'lishim mumkin, lekin bu narsaga imkon bermaydi Abdullajon. O'zi Abdullajon, mana bunaqa, mana bunday ish qilsang to'g'ri bo'ladi desam, u qiladimi, qilmaydimi, lekin xo'p bo'ladi ayajon deydi. Shuning uchun tortishmaymiz ko'p. Umuman desam ham bo'ladi. Shu Muhayyo opaga necha pul oylik berasiz? Qancha xohlasalar. Bu opangiz bo'lgani uchunmi yoki ishchi bo'lgani uchun? Yo'q, mana qarang. Shular protsentga ishlaydi o'zlari. Qancha ish qilsa, hamma qator el qator pul oladi. Mana gul yasaydilar, prosentlari bor, misol uchun 5% oladi. Bilmayman endi, misol uchun bo'ladi 7 million, 10 million, 15 milliongacha yasagan ish qilgan ishiga qarab oladilar. Undan tashqari $1000 har oy beraman. Opam bo'lgani uchun. Prosto ishdan tashqari. Shunchaki $1000 beraman, men opam bo'lgani uchun. Aziz do'stlar, hammaga nasib qilsin bunaqa. Ko'p emas, bu narsa o'zi asli ko'p emas. Bu ko'p emas. Bu arzimagandan ham arzimagan narsa. Endi misol uchun $1000 emas, kimdirda qurbi $100 ga yetsa, o'sha $100 berish kerak. Manda, ha, o'zimdan kelib, ya'ni opalarim aslida bundan ham ko'piga arziydilar. Men hozir niyat qilyapman. Ertaga yaxshi pul topishni boshlasam, Xudo xohlasa zo'r daromadga chiqadigan bo'lsam, hozir ham Xudoga shukr, lekin men bundan ham ko'proq bo'lmoqchiman. Zo'r bo'lganimda Xudo xohlasa birinchi bo'lib, eng birinchi qiladigan ishim yaqinlarimni, ya'ni ayajonimni, opalarim, umr yo'ldoshimni birinchi bo'lib shu to'rttalarini puldan muammo bo'lmasligi va mendan pul so'ramasliklarini ta'minlayman. Ya'ni o'zlariga qanaqadir arendaga javob berib qo'yaman, misol uchun недвижимость qanaqadir olib berib qo'yaman, arenda kelib tursa har oy $1000, $2000, $3000 hammani o'zini dohodini qilib beraman, daromadini qilib beraman. Hech qanaqa nezavisim bo'lsin. Mazza qilib yashasin. Hammalari mazza qilsin, pulni o'ylamasin. O'zlarining nomlariga hamma narsani qilib beraman, Xudo xohlasa. Yaxshi boshliqmi? Zo'r boshliq. Men boshliq sifatida men juda ham havasim keladi. Masalan, oila boshi, ishxonada ham men o'zimni boshlig'im bo'lgani uchunmi men juda ham faxrlanaman, havas qilaman. Masalan, meni ukam bo'lsa ham, mendan 8 yosh kichkina bo'lsa ham, mana shu yoshga kelib shu narsaga amin bo'ldim. Aql yoshda emas, boshda ekanligiga. Men aqliga juda ham qoyil qolganman ukamni. Hozir siz aytdingiz, opangiz, opalaringiz haqida, Nodir opa bor, Muhayyo opalar. Munosabatlaringiz, siz tarbiya qilganingiz haqida aytdingiz. Men o'ylab qoldim. Pulga sotib olib bo'lmaydigan munosabatda endi bu. Mana bunday desak to'g'ri bo'ladi. Men sizning fikringizga qo'shilmayman, boya aytgan fikringizga. Mana bunday desak to'g'ri bo'ladi lekin. Meni fikrim qanaqa bunga? Har qanaqa emotsiya borki, hammasi vaqtinchalik. Faqat opa-ukalardiki, jigarlardiki bu doimiy va umringizning oxirigacha bo'ladi. Va u mutlaqo manfaatlarga asoslanmagan. To'g'ri. Har qanaqa emotsiya manfaatga quriladi. Qaysidir qiz sizni sevishi uchun siz chiroyli kiyingan, bir nimaga erishgan bo'lishingiz kerak. Do'stlar siz bilan bo'lishi uchun ular bilan birga mazza qilishingiz uchun yetarlicha pulingiz bo'lishi kerak. Farzandingiz bilan hattoki o'rtalaringizda rishta bo'lishi uchun siz qanaqadir farzandingizga ko'proq vaqt ajratishingiz kerak, e'tibor berishingiz kerak. Shunday. Hamma manfaatlar ustiga quriladi, hamma munosabatlar. Faqat opa-uka munosabatlari unaqa emas deb o'ylayman. Shunday. Ular bu shuna beriladi, Xudoyim beradi buni shunaqa. Bepul. Hech qanaqa manfaat ustiga qurilmagan. Ular sizni shuna yaxshi ko'raveradi. Yaxshi bo'lsangiz ham, yomon bo'lsangiz ham yaxshi ko'raveradi. Endi men hozir bizani kuzatib turganlar aytadi-da, menda unaqa emas deyishim. Men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Har bir inson o'zidan kelib chiqqan, o'zini hayotidan kelib chiqib aytadi. Begonaning hayotini bilmayman. Men boshqa odamlar qanday yashayotganligini bilmayman. Shunday. Ularning munosabatlari, opa-uka munosabatlarini bilmayman. Menga qorong'u. Menga faqat o'zimning opalarim bilan bo'lgan munosabatim ma'lum va men o'zimdan kelib chiqib doim bu narsani aytaman. Birinchi marta o'g'lim ulg'ayapti deb qachon his qildingiz? Mana shu 6-7 sinflarida 4 ta kafesi bor edi. Suv olib borardi-da, ichimlik butilkalarda. Mana shu 4 ta kafega ichimlik tarqatardi. 8 ta butilka bu qo'lida, 8 ta butilka bu qo'lida. Har doim oynadan men kuzatib duo qilardim-da shuni. Juda ham bo'ylari kichkina edi 7-klassda. Ana shunda aytardim, meni qanotimga kirmoqchi bo'lyapti-da, shu menga yordam berardi-da, 7-klassdan boshlagan. Ana shu 4 ta kafega tarqatib kelardi. Keyin Abdullajon bularning pullarini qanday olasan deganimda, bir marta tarqataman, ikkinchi marta tarqatishimda birinchi marta tarqatgan ichimliklarimni pullarini yig'ib olaman ayajon deb
aytardida ehtiyot bo'l derdim, yiqilma, surilma deb, lekin juda ham og'ir sumkalar bo'lardi qo'lida. Ketdik aka bo'lmasa, qayerga keldik hozir biz? Bu biza har doim bozorlik qiladigan magazinimiz. O'sha yerdan olamiz. Bo'ldi, ketdik. Go'shtni yoqdan olish kerakda, siz olasizmi o'zingiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Odatda umuman kelmayman. Magazin juda ham kam kelaman, juda kam kelaman. Bugun kelsam, lekin maza qilaman, mevalar qarang. Birinchi meva olaylik. Bunaqa meva qayda bo'lishi mumkin endi? O'zbekistondan boshqa qayda bo'lishi mumkin bunaqa meva? Qarang qanaqa. Bu saqlangan, ham qanaqa zo'r. Saqlangan. Olamiz ham shulardan. Olamizmi? Olamiz. Aytgancha zavodimizda ham meva nima bor? Uzumlar pishgan. Uzumzor. Uzumzor bor, ha. 1 gektar uzumzorimiz bor. Kecha birinchi hosillarni yubordi aytgancha, uyga, ishxonaga yuborgan. Yana bir 10 kunda zo'r pishadi dedilar. Yana 10 kunda keladi. Aziz do'stlar, qaysi zavod haqida gap ketyapti? Izohlarda yozinglar. Anjir bering. Kartoshka. Eng yaxshisi shuni pishgani? Pishganidan bering. 1 kilo bering bo'ladi. Ha, beraman. Endi hozir ishlaringiz ko'payib, bozorlikni kim Shohjahon qiladimi? Shohjahon qiladi, ayam qiladilar o'zi odatda. Ayam qiladilar. Biz uncha bozorliklarga yo'qmiz biz. Boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Shohjahon men bilan shu yoqqa bu yoqqa boradi, yuradi, ishlarimizni birga qilamiz. Tashvishlarimizni qilamiz. Biz ayamlar qiladilar bozorlikni ko'pincha. Palmadan Yoshlikdachi, yoshlikda bozor qilasiz, qilganmisiz? Yo'q, men o'zi yoshlikda Faqat yo'qman, faqat man ishlaganman. Bozor uchar bunaqa narsaga umuman yo'qman. Bir marta mana bunaqa holat bo'lganda, bir kun ayam go'shtga yubordilar. Aytdilarki, mana shunaqa joydan olib kel go'shtni dedilar. Keyin xo'p dedim, o'sha go'shtchiga bordim, qassobga bordim, mana shu joydan bering dedim. Va uni oldim-u, uyga keldim. Aymatlar bunaqa joy bermabdi-ku, seni aldabdi dedilar. Borib qaytarib ber dedilar. Men xijolat bo'ldim. Jon bora olmayman, hay qolsin shu go'shtga dedilar. Keyin ayam tushuntirdilar, bolam dedilar. Gap pulda emas. Gap seni aldanganligingda. Agar sen qo'yib bersang, hamma dunyoda seni aldashga harakat qiladi. Aldaydigan odam yo'q, aldanadigan odam bor. Sen yoki aldanadigan odamlar toifasiga kirasan. Yoki aldanmaydigan odamlar toifasiga kirasan. Sen borib bildir. Kerak bo'lsa go'sht pulni ham olma. Shunday borib tashlayu, seni ichingda qolib, o'zingni yomon his qilganingdan ko'ra, uni yuzda qolsin dedilar o'sha odamni. Seni aldagan odamni yuzda qolsin shu. Seni aldagani uchun, seni aldab bo'lmasligini tushunsin dedilar. Keyin xush topib shunday bordim. Bolachaman men, 4-sinfni o'qiyman. Shunday nimaga qassobxonaga bordim. Aka dedim, "Men sizga mana bunaqa joydan bering" dedim, bermadi dedim. "Mana bu go'sht" dedim. O'sha menga kerak emas bu go'sht dedim. Pul ham kerak emas, go'sht ham kerak emas. O'sha burilib ketayotgandim, orqamdan yugurib chiqdi qassob. "Ukajon, shoshma ukajon, to'g'ri dedi. To'g'rilab aytib berdi. Shunaqa o'zimni yaxshi his qildim. Shuning uchun ukalarimizga shunaqa maslahat. Zo'r. Olamiz undan. Ketdik. Nimalar olamiz o'zi? Yoshligida sizni eng ko'p nima bilan qiynagan? Men Abdullajonni qiynagan deb ayta olmayman, chunki o'zi aqlli bola bo'lgan. O'sha o'zini kitob o'qishlarida, o'zini tutishlarida, opalari bilan bo'lgan munosabatlarida ham hech qachon meni jahlimni chiqarmaganda. Shuning uchun men bir narsa deya olmayman. Futbolga ham qayerga ketsa so'rab ketardi. Bu o'g'il bola deb opalaridan ustun qo'yganmisiz? Ustun qo'yganman. Ko'p ustun qo'yganman. Hali ham ustun qo'yaman. Hozirgacha o'zgarmagan bolalikdagi odati bormi? Qorni och qolsa jahli chiqadi. Ovqatni Endi bu hamma erkaklarda bo'lsa kerak. Ha, qorni och qolsa jahli chiqadi. Maktabdan birinchi kelgandan privichkasi bordi, sразу холодильникni ochardi. Menga nima bor deb. Kartoshka olaylik, 1 kilo kartoshka bering. Go'sht olamiz, piyoz olamiz. Hamma narsa bo'lsa kerak uyda o'zi. Shu. Uyda hamma narsa bo'lsa kerak. Uyda piyoz, yog', poq hamma narsa bo'ladi. Piyoz oldinglarmi? Go'sht olamiz, meva olinglar, ha? Opangizga, ayangizlarga yoqadigan nimalar bor? O'shalardan olaylik. Kechga kelsa, Mana olaylik, salonni o'zim yaxshi ko'raman. Ana uzumni olaylik, bir bosh qizil uzum olaylik, bir bosh nima Husayni olaylik. Pista olaman deyman, uyda pista bor lekin. Qarindoshlarimiz Amerikadan yuboradi. Amerikanskiy pistalar. Ular endi buni yuborish kerak-ku Amerikadan. Nima yuborishni bilmaydi. Hamma narsa borda bu yerda. Amerikanskiy shokoladlar bilan amerikanskiy pista yuboradi. Biznikidan ham kattaroq pistalar hozir borsak ko'rsataman. Oppoq katta pistalar, juda katta. Lekin o'zimizniki zo'rroq.
o'zimiz kofe yuboradilar Amerikadan. Keyin vitamin yuboradilar, badmi bir nima deydi. Vitaminlar yuboradilar. Ha, shunaqa qarindoshlarimiz, xolamlar, qarindoshlarimiz, ammamlar o'sha yerdalarda. Kelamiz. Rozusdan bitta oling. Bitta bundan oling. Nima yeysizlar? Ha, bizda yaxshi. Shaftoli, paftoli, morojniy, Operatorlar, morojniy yeysizlarmi? Tarvuz bormikan uyda? Shohjahon? Tarvuzxon. Biz uyga boraveramiz, Shohjahon olib kela qolgandi. Bo'ldi. Ketdik. Xo'p, aka bozorlik ham qildik, endi uygami? Ha, uyga boramiz. Ketdik. Uyga boramiz. Juda emotsional bo'lyapti-da bu nima, ha, roliklar. Yig'i-sig'i, emotsiya. Ketdik. Qanday holatdan keyin ulg'ayganini his qilgansiz? Manimcha, men Abdullajonni kichkinaliklaridan hech qachon men bu bolalik nimalarini ko'rmaganman. Har doim men endi ko'p yig'laganman. Katta farzand bo'lganim uchun ayamni ko'p o'ylaganman. O'sha vaqtlar ham hech esimdan chiqmaydi. Har doim yupatardi-da, "Opajon, yig'lamang. Men hali katta bo'lsam, bu kunlar hammasi esimizdan chiqib ketadi." Muhay opa haqida gapirdingiz, lekin Nodir opa haqida gapirmadingiz. Nodir opamni ham hayotingizga ta'sir qilgan. Ha, Nodir opamni ham o'rinlari juda ham katta. Hayotimizda shunaqa period bor edi. Katta onam qishloqqa ketdilar. Boshqa nevaralariga qarashga, Muhay opam turmushga chiqdilar. Ayajonim chetdalar. Ikkalamiz yashaydigan bo'lib qoldik. Nima? Ikkamiz turishni boshladik. Nodir opamdan birinchi eng katta o'rgangan narsam bu duh. Katta yurak bor Nodir opamda. Nodir opam har doim borku mo'jizaga ishongan inson. Ertalab mana salonda ishlardilar, soch qilardilar, turmak qilardilar. O'zi yoshgina maydagina qizcha. Endi o'sha vaqtda turmak qilish 20 ming so'mdir. Ha, o'sha vaqtda aytaylik. Oddiy odam bir 10 ming, 15 ming, 20 ming pul topadi. Sredniy. Oddiy bir inson. 100 ming deylik, mana shunaqa 100 ming so'm topadi. 10 ming, 15 ming so'm 100 mingday gap edi hozirgi. U kishi ertalab chiqardi uydan, aytardiki, "Bugun 1 million ishlab kelaman" deyapti. 100 ming ishlab kelaman deyapti o'sha vaqt. Endi men 2007-yil, 2007-yilda aytyapman gapni. Shu bugun 100 ming ishlab kelaman deyardilar. U nerealniy pul edi-da, 100 ming. O'sha kun uchun 100 ming ishlash u aqlga sig'maydigan pul edi-da u. Qiyin edi 100 ming so'm ishlash. Shunchalik ishonch bilan aytardilarki, 100 ming shu bugun ishlab kelaman derdilar. Men hayron qolardim, Xudoyim berardi. Men hayron qolardim. Men ko'z o'ngimda mo'jiza sodir bo'lardi Nodir opam bilan. Men ishonardimki, demak, мысли материализуема. Nima inson tasavvur qilsa, ishonsa shunga beradi Xudoyim. Shunga men o'shani Nodir opamda ko'rganman. O'zimizda maqolam borki, yaxshi niyat yarim mol. Ishlardan shu. Ana shu maqol ishlarni Nodir opamni men ko'zim bilan ko'rganman. Yana Nodir opam shunchalik pozitivniy inson. Har doim yaxshilik tilaydilar, har doim. Biron nimadan nolimaydilar. Unday bo'ldi. Hech qachon nolimaydilar. Har doim pozitivni fikrlaydi, har doim. Ishonch bilan aytadi. Men hozir bitta narsaga e'tibor berdim-da. Sezdim. Nodir opa haqida energichni gapiryapsiz-da. Muhay opa haqida juda dumga tushib qoldingiz. Yo'q, dumga tushmadim. Muhay opam emotsionallar. Juda ham emotsional. Xarakterlari shunaqa Muhay opamning. Nodir opam esa energichni. Agar Nodir opam qiz bola emas, o'g'il bola bo'lganlarida edi, mendan ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Yo'rardi. Ha, u kishi shunchalik energichniki, qo'rqmaydi hech narsa. Mana jamoamizda u kishi. Davaychi konsert qilamiz deymiz, misol uchun. Konsert qilishimiz kerak. Jamoada misol uchun 9 kishi bo'lsa agar 6 ta odam negativ fikr bildiradi, minuslari haqida. Hujjat olishimiz kerak konsertga, ruxsat olishimiz kerak, qanday qilib sotamiz biletni, nima qilamiz, u tashkiliy ishlar problema bo'ladi, bunisi problem deydi, ha? Nodir opam yo'q. Bo'ldi, qilaman deydilar. Birdaniga aytadilar, men qila olaman deydilar. Ishonch shunchalik kattaki, harakat ham o'shanga yarasha. Shuning uchun men Nodir opamni opalarimni yaxshi ko'raman, ikkallarini ham, chunki ikkalari ikkita dunyo ular. Muhay opam emotsionalniy, bolli, nima deydi, bosilgan, dunyoni boshqacharoq qaraydigan, og'irroq fikrlaydigan, to'g'ri mulohaza qiladigan oila, mana shunaqa narsa, mehr-oqibat haqida. Nodir opam biznes, kelajak, mana bunaqa narsalar haqida. Opa sifatida, uning hayotida, muvaffaqiyatida o'zingizda hissangiz bor deb hisoblaysiz. Men nimaiki o'sha yangi g'oya qilishdan oldin, "Apa, men shuni qilmoqchiman" deydi-ku, "Tojim bo'ladi, davay.
birga qilamiz, man sizga yordam beraman. O'zi men qo'limdan ko'p narsa kelmagan, lekin siz zo'r qilasiz, qila olasiz deganmanki, mana bu ko'p o'sha o'qishi kerak bo'lgan kitoblarning ro'yxatida yoki insaytlar bilan bo'lishardik. Men shunda deb bo'lsam, shunda bo'lsa kerak. Hozir Palmada cho'ta ko'rinmaydilar. Kelib turadilar, u kishi institutda dars beradilar o'zlari. Ha, yo'q. Ha, Silk Road institutida, universitetda dars beradilar. Keyin darsdan keyin kelib 2 soat 3 soat ishlab ketadi. Ham doktorskini ham manimcha yo'qlayapti. Doktorantur. U kishi to'xtamaydilar u kishi. O'zlarini ustlarida ishlashdan to'xtamaydilar. Hozir 2 ta ham 3 ta farzandlari bor. 3 ta farzandlari bor. 2 o'g'il, bitta qizchalari bor. Buni Aziz aka bilan ko'rdim, bitta qizchalarni birga. Zo'r. Boriga shukr opalarim. Abdulla aka, mana hozir siz aytyapsiz. Men bozorlik qilmayman, faqat ish. Lekin sizni yoshligingiz qiyinchilikda o'tgan, misol uchun, keyin ishlagansiz. Bunaqa to'kin sochinlik bo'lmagan. Lekin sizni farzandlaringizda hozir bor shu narsa. Siz hozir ularning tarbiyasiga qanday qarayapsiz? Qiyin-ku bu, to'g'rimi? Men bolalarimni tarbiyasida erkinlik bilan tarbiyalash tarafdoriman. Ya'ni Xudo demokratichni. o'zingizda lekin totaliy kontrol bo'lgan. O'zlarini fikrlarini bildirsin, aytsin, nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligini urushib emas, tushuntirib, nima uchun bu narsani qilmaslik kerakligini tushuntirish tarafdoriman. Anglab qilmasin u narsani. Menda hayotimda onam shunaqa tarbiya berganlar. Ayam qattiq qo'l bo'lmaganlar. Urishmaganlar. Menga mana shuni tushuntirib berganlar. Yaxshi tomonlari va yomon tomonlarini ardim. Men o'zim tanlov o'qiganman. Ongli ravishda tanlov o'qiganman bu narsani. Hech kim meni misol uchun majburlamagan. Men ongli ravishda bu narsaga kelganman. O'shab o'tiribdilar. Mashaq qo'yaylik mashunda. Assalomu alaykum. Sizni charchatmadikmi? Charchatmadikmi sizni? Yaxshi ayting. Charchamadingizmi? Ochilib ketdi. Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Amirjon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qanday? Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Chorpaga joy qilib qo'ydik. Uyga O'tinlar bor ekan-ku. O'tin bor ekan. O'tin, aynan o'tin takta bor. Qazonni taxlab qo'ydik. Bugun keldik mehmonga. Abdulla aka bugun oilaviy kunim deganiga bostirib keldik. Bemalol. Bemalol. Men issiq bo'lsa ham chorpaga joy qilaman deb birinchi ko'cha. Issiq emas, yaxshi. Yaxshi xabar aytasiz. Ha, keling. O'tiramiz. Ayamni bog'chalari bu, maydagina. Kompot yaqtak majun? Ha, kompot yaqtak. Yigitlar kompot ichinglarchi. Yana bo'lsa Amerikaga ham beramiz. Ha, bunisi bu tarafda muqaddimlar turadilar. Bunisi tomonda biz turamiz. Nodorflar domda turadilar taraf. Biza bitta olaylik, yoqib qo'ying ajun. Ha, shunday qiling. Oling aka. Rahmat ajun. Rahmat. Aka yaqinda Vyetnamga borib keldilar. Shu haqida gapirib bering. Ha, o'ylabingmi? Necha pul ketdi endi opishi? 30 kishi ketdilar. 28 kishi edik. Hamma opa singil, jiyanlar. Opchi odam boshiga $2000 ketdi-da. 1600 nechidir dollar tur bo'ldi, borib kelishimiz u bu. Undan tashqari ayjonim o'zim shu yani komfort uchun yana sarf xarajat bo'ladi-da. 56 ming. Bilmasam. Har kimga ham emasda 56 mingga butun qo'mi qarindoshimni olib borib kelish. O'tgan safar 100 kishini olib ketdik umraga. Hech narsa emas. Ya'ni Men ko'p eshitganman, shunaqa boylar bor. Bizdan ancha boyda. Begona yoqda tursin, qarindoshiga yordam bermaydi. aka, agar biza pulni, ishlagan pullarimizni to'g'ri yo'llarga, yaqinlarimizni xursand qilishga, atrofdagilarimizni kayfiyatlarini ko'tarib, ularni baxtli qilishga sarflamasak, shunchaki u pulni qorovulga aylanamiz xolos. U puldan ma'no yo'q. Uni borligidan ma'no yo'q. U sizga baxt olib kelmasa, u sizni hayotingizni komfortga aylantirmasa, u sizni xursand qilmasa, oilangizni xursand qilmasa, agar uni nima keragi bor? U pullar. Men bir o'ylardim, bu detskiy travmamikan dedim. Nimaga buncha Abdulla aka ana nima deydi? Sochaveradi pulini. Yo'q, sochmayman. Bu hammasi balansirованный manda. Men bor pulimni ishlatmayman bu narsalarga.
Endi вообще deyapman. Men misol uchun menda formula bor. Ishlagan pulimdan 10% dan ortig'ini sarflamayman. Ishlagan pulim bor yo'q 10% ni sarflayman faqat xolos. Qolgan 90% ni reinvestitsiya qilaman. Qayta ko'paytirishga harakat qilaman. Bo'lmasam odam bankrot bo'ladi. O'ylamasdan pul sarflayversa agar. Oldingi eshitmasi yo'q oddiy Abdulla bilan hozirgi Abdullaning nima farqi bor? Pulida farqi bor. Dunyoqarashi bir xil bo'lgan. Abdullajonning o'sha bolaligida ham puli yo'q vaqti ham xuddi manyeralari, dunyoqarashi, o'zini tutishi xuddi hozirgiday bo'lgan. Farqi faqat eski Abdullada puli yo'qda, hozirgisida puli bor. Endi o'shanda opalaringiz, jiyanlaringiz, ayezlar Ularni niyati shunaqa edi. Men yangi yilda ulardan so'ragandim, kimga nima qilib beray, 3 tadan niyat aytinglar deb. Opalarimning ikkalarining ham niyatlari shunaqa edi. Xo'p, bu ikkita opalarim o'tiribdi bu yerda, shalpayib. Ayjonimga 5 ta nimani aytdik, so'radik. Aytdilar ham. Qani? Sizlarniki nima? Katta opam, Muhay opam. Assalomu alaykum. Salom berish shart emas, 3 ta niyatsizda ayting. Kimga salom beryapsiz? Mangami? Niyatingiz nima? Давайте. 3 ta unaqa pajlani o'yladingizmi? Faqat qo'limdan keladigan narsa. Mercedes olib bermasda birdaniga. Nima olib bermas? Mercedesni xo'jayin o'zlarilar. Ha, bo'ldi. Undan ham zo'r. Birinchi farzandlarim iltimos qilib aytdi. O'zi ham hamma narsa aytdi. Oilaviy bizani hammamizni endi sizlar bilan qo'shib bizlarga olib chiqsinlar. O birinchisi, okey. O'xti. Okey. Bir oyda bir marta vaqt ajatsam bo'ladimi? Okey. Ikkinchisi, sizniki ham shunaqa jillaningmi? Jiyanlaring bilan birga olib boruvdilar, chunki Antaliyaga ham bir marta olib boruvdim-da. 2022-yilmi, 21-yilmi, 4-5 yil bo'ldi unga. Shuni nimasi eslatib qolgan. Keyingisi qachon nasib bo'lsa? Ha, niyat qilyapmiz har yili bir marta borishga endi. Har yili bir marta boraylik, oilaviy yaxshi-da. Esda qoladi, bolachalaringiz, jiyanlaringiz, ha, mana shunaqa ekanda, mana shunaqa bo'lish kerak ekanda degan narsa paydo bo'ladi ularda ham. Dunyoni ko'radi. Men o'ylayman, ko'zi och bo'lmasdan o'sadi, misol uchun ko'zi to'q bo'lib, davlatga, molga, mol-mulkka hirs qo'ymasin deyman. Dunyoni ko'rib borsa agar, men o'ylayman, bolalar mol-mulkka uncha hirs qo'ymasa kerak deb hisoblayman-da. Bu ham yordam bersa kerak deb o'ylayman. Biza faqat mana uy qurishim kerak, dahshat dang'illanma bo'lishi kerak, uyim, mashinlarning soni ko'p bo'lishi kerak, bunaqa bo'lishi kerak, bunaqa bo'lishi kerak desa agar, dunyoni ko'rmay o'tib ketaveramiz. Faqat shu mol-mulkka, narsaga mehr qo'yaveramizda. Dunyoni ko'raversangiz agar ko'rasizda, shu odamlar qanday yashayotganligini. Qanaqangi chiroyli joylar borki, dunyoda siz ko'rishingiz mumkin bo'lgan. Siz bilan o'zingizning oilangiz bor. Sizni hayotingizga qanday ta'sir o'tkazgan? Qiz bolani eng nimasi ishongan tog'i otasi bo'ladi. Bizada ishongan tog'imiz ukamiz bo'lgani uchun, misol oilamizda katta, masalan, men uchun, meni oilamda katta rol o'ynaydilar u kishi. Farzandlarim tog'asi sifatida juda ham faxrlanadi. Endi men deb o'ylayman, bu har taraflama faxrda men uchun oilamga ta'siri juda ham katta. Bizaga uka ota o'rnida. Uning eng kuchli va eng zaif tomonlari. Eng kuchli tomonlari bizani borligimiz, eng zaif tomonlari ham biza. Nimaga deganda, chunki aytadiki, "Apa, sizlarning borliklaringiz, sizlarning hayotimda borliklaringiz menga motivatsiya beradi, menga kuch beradi" deydi. Zaif tomonlarimiz, masalan, bo'ladi-ku hayotda har xil narsalar. Sizlar yig'lasalaringiz, xafa bo'lsalaringiz, men nima chidolmayman bu narsaga deydi-da. Erkak kishining eng nozik tarafi opasi yo singlisi bo'lar ekan deydi-da. Shuning uchun kuchli tarafi ham, nozik tarafi ham biza bo'lsa kerak. Izohladi, har xil kommentariyalar bo'ladi-ku. Sog' bo'ling. Yaxshi. Yaxshi ham, yomon ham kommentariy bor. Birov aytgan samimiy emas. Birov aytgan samimiy. Kimni? Sizda. Birov aytgan ayasini bu obraz qilib ko'rsatadi. Ayasini unaqa yaxshi ko'rmaydi. Hayotda unaqa emas. To'g'ri aytgan. Chunki har bitta odam mana kommentariy yozayotganda yoki biror joyga fikr bildirayotganda o'zidan kelib chiqib fikr bildiradi. O'zidan kelib chiqib fikrlarini bildiradi. Agar o'sha odam
onani bunaqa yaxshi ko'rib bo'lmaydi deb o'ylasa agar, demak u odam to'g'ri fikrda. Chunki uni nimasida, fikrida, u insonda hayotida onani bunchalik yaxshi ko'rib iloji yo'q yaxshi ko'rishni. U haq. U to'g'ri. Kimdir o'ylasa, misol uchun, Abdulla to'g'ri qilyapti, onani shunaqa qilib yaxshi ko'rsa bo'ladi desa agar, u odam demak o'zi shunaqa yaxshi ko'ra oladi onasini. U biladi, shu bunaqa narsalar oddiy narsa, bu Abdulla qilayotgan narsalar hali oddiy narsalar. Abdulladan 1000 barobar kuchli, 1000 barobar zo'r farzandlar bor. Abdulla orzu qilayotgan, Abdulla havas qilayotgan farzandlar qancha? Mana o'zimni men biladigan Samarqandda ham akalarim bor, ular shunaqa onalarini, otalarini xizmatlarini qiladilar. Men hali holvaman, eshik tagidaman hali. Ularga yetguncha. Men ularga havas qilaman. Lekin o'sha darajaga nasib qilsa Xudo xohlasa yetganingizda o'shalarni ham ko'rsatsangiz-ki, o'shanda ham shu gaplar bo'laveradi. Shunaqa. Shuning uchun bu yerda to'g'ri, noto'g'ri degan fikr yo'q aka. Kim kommentariyada nima deb yozayotgan bo'lsa, haq, to'g'ri. Kim qanaqa o'ylayotgan bo'lsa, haq, misol uchun. Odamlar bilmaydigan qanday fe'li bor? Jahli tez. Odamlar bilmaydimi? Endi yo'q, odamlar bilmaydi. U jahlini hech qachon men ommada yoki bir joylarda ko'rsatganini bilmayman-da, lekin jahli tez men bilaman buni xarakterini. Bitta narsaga e'tibor berdim-da. Shu oxirgi paytlar shu so'zni ko'p ishlatyapmiz. To'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q. To'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q. To'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q. U qayerdan keldi bu gap? Birov bilan sportlashkim kelmaydi aka. Birov bilan yo'llarim kesishishini istamayman. Kesishishni? Ha, endi to'qnashishimizni xohlamayman. Birov bilan bir konfliktga borish, sporlashni xohlamayman. Misol uchun, 3 ta mavzuda o'zi gapirilmaydi. Men misol uchun birinchi tanimagan odam bilan 3 ta mavzuda gaplashmayman. Tanimagan odamlarim bilan. Din mavzusida, siyosat mavzusida va shaxsiy hayotim mavzusida. Prinsessaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ashaylar bu kishining otlari, Aslzoda. 3 ta mavzuda gaplashilmaydi. Nimaga? Chunki bu oxiri olib borib janjalga olib keladi-da bu mavzular. Din mavzusi, siyosat mavzusi, shaxsiy hayot mavzusi. Hammaniki o'ziga yarasha chunki fikrlari bor-da. Shuning uchun kimdir agar nimadir fikr aytadigan bo'lsa, agar men o'zimga o'zim qabul qilganman. To'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q. Bu uni fikri, shaxsiy fikri bo'ldi. Bu meni shaxsiy fikrim, bu uni shaxsiy fikri bo'ldi. Bu bilan sporlashish, nima qilish hojat yo'q. Nima bilan sporlashsa bo'ladi? Oxiri nima desangiz agar hamma narsa kimki nima qilayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, oxiri baxtli agar bo'lsa shu odam bo'ldi. Baxtli bo'lsa bo'ldi. Oxiri shu, itok shu. Hamma baxtga qarab intilyapti. Hammamiz jannatga kirishni xohlaymizmi? Oxir-oqibat. Jannatda o'zimizni baxtli his qilamiz, demak, to'g'rimi? Albatta. Ha, demak, itok baxtli bo'lish ekanda, Xudo xohlasa. Hammamiz baxtli bo'lishga intilayotgan ekanmiz. Farqi nima uni? Mana misol uchun kimdir aytaylik, bir holat yuz berdi. Sher o'rmonda kiyikni bolasini yedi. Uni videoda ko'rgan odam sherni qarg'aydi. Shunaqangi bir hech kimga ziyoni tegmaydigan, nozik, chiroyli narsani ham nobud qilasanmi, hayvon deb shuni qarg'aydi uni sherni. Sherda lekin vazifasi shu. Tabiatdan vazifasi. Tabiatda balansda ushlaydigan vazifasi shu uni. Uni tabiati shu, uni baxtli qiladigan narsa shu. Bu o'sha balansda ushlaydi. Shu uchun mana oxirgi fikrim qarang. Shu uchun demak hayotda atrofda nimaki sodir bo'lyapti, siz nima ish qilyapsiz, men nima ish qilyapman, bu inson nima ish qilyapti, biz bilmaymiz. To'g'rimi, noto'g'ri biz bilmaymiz. Ya'ni bizning vazifamiz u odamni baholash emas, bu to'g'ri qilyapti, bu noto'g'ri qilyapti emas. To'g'ri va noto'g'ri ekanligini baholaydiganlar boshqa. U zot bor uni baholaydigan. Bizning vazifamiz to'g'ri qilyapti, noto'g'ri qilyapti deyish emas. Bizning vazifamiz yashash. O'zimizga belgilangan vazifalarni qilish. Shuning uchun men to'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q deyman shuning uchun. Bu meni ishim emas, kimdirni baholash. Uning qaysi ishidan eng ko'p faxrlangansiz? Birinchi men shu katta palma do'konini ochganda ochilish marosimi bo'ldi. O'zimda qanaqadir bir g'urur his qildim-da. Shunday yigitni voyaga yetkazdim. Men shunaqa yaxshi onaman. Men shunday aqlli o'g'lim bor va shunday katta tashkilotni ochdi deb juda ham xursand bo'lganman. Hamma ishlardan, kichkinaligidan faxrlanish bo'lgan. Masalan, ko'chalarda ko'rsam agar, Abdulloni opasi desa ham faxrlanaman. Keyin har bitta masalan palmani ochgan vaqtlari, hozir qurilishni boshlayaptilar.
Masalan, har bir narsa yutuqlardan faxrlanaman. Uni men bitta sanab bera olmayman. Izohlarni o'qib turasizmi? Odamlar nima haqida yozyapti siz haqingizda? Juda ham o'qishni xohlayman. Juda ham istayman. Chunki u yerda energiyasi bo'ladi-da. Shunaqa yaxshi kommentariyalar bor. Mazza qilasizda. O'qiysiz, ruhlanasiz. Oxirgi YouTube'da Bekorga ishlamayotganligingizni, bekorga mana shu videolarni chiqarmayotganligingizni his qilasiz. Kimdir ko'ryapti ekan-ku degan narsa paydo bo'ladi. Lekin baxtga qarshi har doim ham bo'lmaydi bu narsa. Har doim bo'lmaydi. Mazza qilaman, lekin ko'zim tushsa shu zo'r kommentariyalar bo'ladi-ku. Tushunaman-da, shu bekorga qilmayapmiz, bekorga vaqt ajratmayapman shu narsalarga. Mana kimdirlar uchun foydali bo'lyapti, qaysidir odamlar shu ozgina bo'lsa ham olyapti ibrat, ozgina bo'lsa ham ularga qanaqadir emotsiya berdim, qanaqa xursandchilik berdim, balki kimdir ko'rib xursand bo'ladi, kimdir ko'rib ha to'g'ri deydi, kimdir ko'rib fikrimga qo'shiladi. Shuning uchun shunaqa. o'tgan vyupuskimizda YouTube'da mana shu bir kunlik haqida olganimizda juda ham ko'p kommentariy kelgan. Negativ juda kam. Hamma pozitivniy narsalar yozilgan. O'zi menda negativ umuman yo'q o'zi. Juda ham kam. Negativ umuman juda ham kam va bo'lsa ham uni to'g'ri qabul qilaman men. O'sha insonga rahmim keladi, negativ yozgan insonga. Sababini aytaymi? Ko'pincha biz sinov va qiyinchiliklar pul shaklida keladi deb o'ylaymiz. Jazo. Xudoyim agar biron kishining jazosini bersa agar uni kambag'al qilib qo'yadi yoki pulsiz qilib qo'yadi, pul bilan bankrot bo'ladi deb o'ylaymiz. Asli unaqa emas ekan. Insonning puli bo'la turib ham agar qalbida birovga nisbatan baxillik bo'lar-ku, ana o'zi jazo ekan. Xudo tomonidan berilgan o'sha odamga jazo. Birovni ko'ra olmaydi-ku inson. Birovni uspexini, yaxshi yashayotganligini, o'sha inson baxtliligini ko'ra olmasa agar baxillik bilan yashaydi-ku, u insonga o'zini baxtliligi ko'rinmaydi. O'zini farzandlarini sog' salomat ekanligi, o'zini oilasini tinch ekanligi, o'zini topayotgan shu bir burdan nonini, barokatini, o'zini yaxshi hayotini, lazzatini his qila olmaydi u inson. Shu baxillik bilan birovga nisbatan baxillik bilan yashaydi-ku, shu o'shani o'zi unga jazo ekan. Shuning uchun men unaqa insonlarga shu kommentariyada yomon fikrlar yozadigan, nafaqat menga, umuman o'zi yomon fikrda o'ylaydigan insonlarga men shu rahmim keladi to'g'risi. Ular jazolangan insonlar ular. Ular Xudo jazosini bergan ular. Qaysidir qiliqlari uchun. Baxtli bo'lish qanday yaxshi-ku lekin aka. Ha, baxtli bo'lish qanday yaxshi. Hammaga yaxshi qarasangiz, hammani yaxshi ko'rsangiz, birovni yomon ko'rmasangiz, birovni yomon ko'rish qanchalik azob bilasizmi? Menda bo'lgan ilgari. Ki ustozlarimni mana shu tanbehlardan keyin o'sha yomon ko'rgan odamlarim bilan borib do'stlashib, shu ichimdagi anaqani qorong'ulikda olib tashlaganman. Shunaqa yengil yashash aka, uxlash yaxshi. Oqshom bor-ku, yaxshi uxlayman desangiz o'sha odam esiga keladi-ku, siz yomon ko'rgan odam. Kayfiyatingiz buziladi. Tushunasizmi? U qanchalik azob. Ya'ni siz o'zingizni azob berasiz, birov emas. Undan yomon baxtsizlik yo'q insonga. Shuning uchun hammamiz bir yaxshi, sevib, sevilib, hammaga nisbatan sevgi bilan qarab, dunyoga nisbatan sevgi bilan qarab, hammani yutug'idan xursand bo'lib, havas qilib yashaylik iloyim. Ko'nglimizga nimalik tushmasin. G'ubor tushmasin iloyim. Abdulla uchun eng katta xavotiringiz nima? U hamma onalarda bo'lsa kerak. Hamma onalar kabi Abdullajonim chet davlatlarga ketganda yoki mana shu uzoq safarlarga ketganda xavotir olaman, har doim duo qilaman, sog' salomat o'ynab kulib kelishini so'rayman. Men ham hamma onalar qatori. Agar biron joyim og'riyapti desalar, masalan, ayamni perejivanyalarini ko'raman-ku, faqat Xudodan sog'lik tilayman ukamga. Har doim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Shundan xavotir olaman. Shu har doim ham shunaqa energichniy, to'g'ri yashaysizmi yoki biron kun turib shunaqa bo'lganmi, shunaqa kunlar deyman-da. Shart nimaga shu? Albatta bo'ladi. Joningizga tekkan kunlarmi? Albatta bo'ladi. İnsonmiz-ku. Biz ham insonmiz-ku, bo'ladi. Nima qilasiz shu paytda? Dam olaman. Prosta to'xtayman. Shunchaki to'xtayman, oilam bilan bo'laman, do'stlarim bilan bo'laman, shunchaki to'xtayman. Nima uchun yashayotganligimni his qilishim kerak edi o'sha vaqtda. Kimlar uchun yashayapman o'zi? Nima uchun yashayapman? Nimaga bu ishlarni qilyapman? Bu ishlar menga nima uchun kerak? Mana shu savollarimga javob topishga harakat qilaman. Tarvuzxonni so'yib chiqsangiz bo'ladi. Uyda hech kim yo'q-a, ayjon? Mana bu yoqda. Keliniz uydanmi? Ha, bo'ladi, so'yib bersin bo'lsam. Qizlarga ham aytdim.
Tarvuziylik maza qilib, maza qilyapman mana shu yerda. Endi mana bitta kadrni bitta olib ko'rsanglar qanday ekan videoga, rasmga. Ha, o'tiring, o'tir. Va alaykum assalom. Qanday? Shahri? Aka xotirjamlik bilasizmi? U bir kun mobaynida bo'lishi shart emas ekan. Mana kechki payt kelaman. Soat 12 bo'ladimi, 11 bo'ladimi? Ayam ba'zida uxlamagan bo'ladilar. Ayam bilan kiramiz, mana shu yoqqa chiqamiz. 15 minut, 20 minut o'tiramiz. Shuni o'zi menga shu bir haftalik xotirjamlikni beradi. Nima uchun ishlaganligim, nima uchun yashayapman, nima uchun pul topayapman, shularni beradi, shu xotirjamlikni beradi menga. Mana shu o'tirganim, mana shu yerda, mana shu daraxtimizni gullaganini qarang qanaqa. Kechki siren bu. Kech gullaydigan sirenimiz qanaqa chiroyli. Ajon rayhonlar ekkanlar, kechga suvranlar, rayhonlarning hidi chiqadi. Mana shu yerda o'tirishimiz, bitta choy olib chiqadi, bir kelinimiz choy qiladi. Mana nima uchun ishlayapman deyman-da, o'zimga o'zim o'sha vaqtda aytamanki, mana nima uchun ishlayapman? Ajon yaxshimisiz deyman. Yaxshiman bolam, maza qilyapman, zo'r yuribman deydilar. Bo'ldi, shu o'zi mana bir haftalik qiynalganlarni parini chiqarib yuboradi. Oxirgi marta qachon maslahat so'radi sizdan va nima deb so'radi? O'zi har vaqtda yangi ish boshlasa yoki bironta ishni boshlamoqchi bo'lsa, har doim maslahat so'raydi. Men shu ishimni boshlayapman, shu qanday bo'larkin deydi. Men o'zimni holatimdan kelib chiqib, uni holatidan kelib chiqib maslahat beraman, xayrli bo'lishini tilayman, duo qilaman. Men shuni ko'p maslahat so'raydi. Shu oila to'g'risidagi maslahatlarni ko'p so'raydilar. Masalan, meni 20 yil bo'lgan bo'lsa, turmushga chiqqanimga apa, sizni masalan oila nimasida ko'p tajribangiz bor. Masalan, men bunaqa vaziyatda qanaqa yo'l tutsam yaxshi bo'ladi deb shunaqa vaziyatlarda ko'p maslahat so'raydilar-da mendan. O'sha vaqtda qo'limdan kelgancha o'z to'g'ri maslahat berishga harakat qilaman. Palmada biznesingizda qarindoshlar ko'p. Yo'q, ko'p emas. Agar misol uchun aytadigan bo'lsak, misol uchun 100 nafar agar ishchi xodim ishlaydi desak, o'sha 10% qarindoshim bo'lishi mumkin. Maksimum. Uncha ko'p emas. Endi biznesda qanday konfliktlar bo'lib qolmaydimi? Ko'pchilik aytadi, qarindoshlar bilan qilib bo'lmaydi, ishlab bo'lmaydi, ishga olib bo'lmaydi deydi. Men qarindoshlar ishga kelgan vaqtda men o'zim ishga olmaganman hech qaysim. Boshqa misol uchun HR'imiz bor, xodimimiz bor. Boshidan o'sha bola ishga olib keladi. Boshidan. Va qarindosh keladimi, boshqa keladimi, katta lavozimga hech qachon ishga turmaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Eng pastdan boshlaydi. Musor to'kishdan boshlatamiz. Hamma qator. Opalarim ham, boshqalar ham, kim bo'lishidan qat'iy nazar hamma bir xil biz uchun. Agar misol uchun opalarim agar xato qiladigan bo'lsa, ishdan ularni urishaman. Tushunyapsan? Chunki palma bu kema, bitta katta kema. Bu oilaviy kema emas, bu katta kema. U kemada qancha odam bor. Uni teshishga, xato qilishga hech kimga ruxsat bermayman. Chunki bitta meni oilam yoki bitta men emasman deyapti. Qancha inson bor yoqda. Ularning hayoti bilan o'ynasha olmayman. Abdulla aka haligacha chakmaydi, ichmaydi. Xudoga shukr. Bu diski travmami yoki shunaqa tarbiyalaganmiz? Mana shu mashinalarda ketayotsam ham, bozorga borayotgan paytimiz ham, ko'chada yurgan paytimiz ham har doim men primer ko'rsatardim. Mana shu ko'chada shu bir marta ichib yurgan odamni ham ko'rsatganman-da men. Mana qara, qancha mana unda ham oq ko'ylak, galstuklari bor edi o'sha odamda. O'sha ichib obed vaqtimida, kechki vaqt esimda yo'q. Ana shuni qanaqa nima qilib yurganini men shu Abdullaga ko'rsatganman. Keyin albatta birinchi namuna deydi tarbiya. Keyin bola bilan gaplashib o'tirishingiz kerak. Men Abdullajon bilan ham, ikkita qizim bilan ham ko'p gapirib o'tirardim. Biz uyda g'iybat bo'lmagan, boshqalarning hayoti gapirilmagan. Faqat o'zimizning hayotimizdan gapirganmiz. Men ana shu ko'p yig'lardim, men tan olaman, juda ham ko'p yig'lardim men. Katta bo'lsang mana bunday bo'lasan Toyjon, katta bo'lsangiz meni boqasiz, katta bo'lsangiz mana bunday pullar topasiz, apalaringizni to'y qilamiz deb rosa Abdullajon bilan ko'p dardlashganman. Meni dardlarim ichida-da. Shuning uchun har doim meni o'tmishimni gapirganda ham yig'laydi. Men yig'lamayman deb so'z berganman, o'zi hammaga so'z ber, endi men yig'lamayman. Lekin baribir o'sha narsalarni eslasak, baribir bolalarim ham o'zim yig'laymiz. Hozir go'shtlarni ham o'zi kesib beradi hammasini unaqa arracha bilan. Zamon o'zgarib ketdi. Biz davrimizda yoshligimizda unaqa narsa yo'q edi. Biz
dadalarimiz, anaqa amakilarimiz, bobolarimiz qiynalib qars qilib boltalab o'tirardilar. Katta bo'lib qoldik aka biz ham. Shunday. Birinchi maydan kesib ol. Keyin ikkitadan qavurg'a kes. Ko'ryapsizmi? Haligacha o'rgatadilar aka. 32 ga kirsangiz ham, Ha, men necha kirsam o'rgatadilar. Yaxshi-da. Ayojonim umrlar uzoq bo'lsin. Har doim shuni o'rgatib yursinlar. Ayojon mazza qilib o'rgatib boshimizda sog' bo'lib yuring. Duogo'yim bo'lib yuring. Asalchamman. Hamma ham kursda olmaydi nimaga mana shunaqa misol uchun. Endi siz she'rda o'qish talentingiz bordir, boshqa bordir, lekin Nimani ko'rsata olmaydi? ko'plar yaxshi ko'radi-ku, hamma yaxshi ko'radi. Qonasin. Kursda olmaydi. Shularga life hack o'rgating. Buni men ko'p o'ylaganman. Bu mening shaxsiy fikrim bor bu haqida, qarang. Nima mana yoshligimizdan, hozir mana katta bo'lganimizda ham o'rtoqlarim aytadiki, qanday qilib onangni erkalaysan, qanday quchoqlab o'pasan, qanday shirin so'zlar aytasan, men ayta olmayman deydi. Sababini o'ylab ko'rganimda mana bunaqa narsa bo'lgan. Mana ba'zi ota-onalar yoshligida farzandini erkalamaydi. Quchoqlab bolam, asalim, asal toyim demaydi. Keyin qanaqa qilib u bola katta bo'lib onasini shunaqa qilishi mumkin? U ko'rmagan mehrni. Nima eksang o'shani o'rasan degan narsa bor. Bu ekilmagan bunaqa narsa. Shuning uchun u farzand shunday qila olmaydilar. Shu farzandlar. Ya'ni akalarim, opalarimizda aybi yo'q bunda. Tushunyapsizmi? Qaysidir onalar bor, otalar bor, bolasini erkalab, o'pib, quchoqlab, yoshligidan o'zi mehr bergan, bolasi ham katta bo'lgandan keyin erkalab, onasini quchoqlab, o'pib, olib, mana shunaqa qilib yura oladilar. Qiyin bo'lmaydi. O'sha ularga esa sal qiyinroq bo'ladi. Erkalab onasiga, oldiga oyog'iga misol uchun boshini qo'yib yotishi, tizzasiga bosh qo'yib yotish, quchoqlab onasini oldida o'tirish, misol uchun qolgan farzandlarga sal qiyinroq bo'ladi. Lekin Amirbek bitta narsani aytaman, ana shu eslash, o'tmishdagi yaxshi xotiralarni gapirish bolalar uchun ham yaxshi ekan. Men mana shu qiynalganlarimiz, nima desam, qiynalganlarimiz musibat bo'lmaganda bizaga. Ashula aytib, o'ynab, mana shunaqa rolevые игры deydi-ku, rolli o'yinlar o'ynab ana shuni o'tkazganmiz. Bir tugur nonimiz bo'lmasa ham, mana shu narsani quvonch bilan o'tkazganmizda, musibat bo'lmagan. Shuning uchun biza qanaqa bo'ldi, qanaqa qiluvdik, mana bunday bo'ldi deb yaxshi nimalarda eslaymiz. Lekin og'ir kunlarni kechirganimizda yaxshi xotiralar bilan eslaymiz. Ana shuni eslab turish kerak ekan. Men mudom eslatib turaman bularga. Ana shu ovqat qilgan gapirib yurtayjon. Qaysini? Nima, shunday farqlar yangi toqqandik, shunaqa chiroyli go'sht olib keluvdik. Keyin ayajon deb xotining bilan meni o'tkazib qo'yding. Karantinda. Bu eski uyimizda edi. Shunaqa go'sht endi yonib ketganda, shunaqa chiroyli go'sht. Uning eng g'alati va kulgili odatlari. Ha, biz opam bilan ba'zida gaplashib o'tirsak, nima haqida gaplashyapsizlar deb kelardi. Abdullajon kelgandan birdan Abdullajonga qarab jim bo'lib qolardik biz. O'zimizni sirlarimiz bo'lgandir-da. Kim bor, sen o'g'il bolasan-ku derdik, keyin xafa bo'lardi. Keyin ba'zida Terminator kinosini ko'rsak kelib, bugundan boshlab meni Terminator deb chaqiringlar derdi. Keyin Terminator desa kulardi, yig'lardi. Shunaqa odatlari bordi. Abdulla shoirmi yo tadbirkormi? Men deb o'ylayman, talantli tadbirkorlardan bittasi. Adabiyot bilan, she'riyat bilan tadbirkorlikni o'ziga mujassam qilgan, she'riyatni tushunadigan, sevadigan tadbirkor. Yolg'on gapirib turadimi? Yo'q. Hali men kichkinaligida ham biron marta sezmaganman yolg'on gapirgan. Hamma narsani qanday bor, o'shanday rostligicha gapiradilar. Bunaqa soxtalik yo'q. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. To'lsa hamki 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin, farzandin baxtini albatta ko'rsin, yetimlik dardini azobi qursin, ona bor hayotda yashash boshqacha. Agar hozir o'g'lingiz, sizning o'g'lingiz bo'lmaganda, tasavvur qilib ko'ring. Nima bo'lardi hayotingizda? Qanday o'zgargan bo'lardi?
Endi uni tasavvur qila olmayman, chunki bu meni bolaligimdagi ikkita qizim, bitta o'g'lim bo'ladi degan o'sha maktab vaqtlarida ham men mana shunaqa narsalarni yozganman va Abdullayjonni baribir men kutganman. Meni o'g'lim bo'ladi deb. Men tasavvur qila olmayman. Eng yomon joyi ana shu qozonni qo'zg'atgan vaqtsiz qo'lingizga uchadi-ku biron narsa, kuyadi-ku. Undan azobi yo'q. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Yoshligimda shuning uchun mana bunday qilib qo'zg'ardim. Ehtiyot bo'lish uchun. Shofer hammasi yaxshi bo'ladimi deydi-ku. Hammasi nazoratim ostida. Qo'rqmanglar. Men hayotimda hech qachon odamlarni otasiga havas qilmaganman, otam yo'q deb o'ksinmaganman. Chunki hayotimda ukam bo'lgan. Masalan, bakalavrga men o'zi o'qimaganda, men Singapurga kirganimda Toyjon $5000 ekan dedim. Apa, men sizni o'qitaman dedi. Toyjon, hali siz qiynalasiz, o'zingizga yetmaydi-ku dedim. Apa, siz birinchi oyoqqa turing, men nimaiki siz bu yog'ini o'ylamayman, men sizga yordam beraman dedi. Keyin magistraturaga o'qidim. Turmushga chiqqanimda ham sarpa sandiqlarimni otasi borlardan ziyoda qilib berdi. Keyin tug'ilgan kunimga mashina olib berdi. Hayotimdagi har bitta qiymatli sovg'alarimni Abdullajondan olganman. Bu intervyuni Abdulla ko'rmayapti deb tasavvur qiling. Va unga aytmagan gaplaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Har doim birinchi o'rinda yaxshi ko'rishimni aytaman. Men aytmagan so'zim yo'q. Men uni har doim yaxshi ko'rishimni aytganman. Aytaman. Abdulloh ibn Husni Muborak bor-ku, tarixda eng milliarder inson. Men o'sha kitobni o'qiganimda obraz kelgan-ku, men ana shu obrazda ukamni ko'rganman. Juda ham yaxshi ko'raman. Baxtingizga sog' salomat bo'lsinlar. Yana nima deyishim mumkin? Uni yaxshi ko'rishimni, hayotimda borligi uchun ko'zimni oqi qorasi, mana shu opalarini g'ururi ekanini, meni g'ururim ekanini har doim aytaman. Yana bir bor xursand bo'lganman, shu inson meni ukamnikidan. Men o'ziga ham ko'p aytaman, hozir ham aytaman, men Abdullajonni juda ham yaxshi ko'raman. Biron nima bo'ladi-ku shunaqa vaziyatlar. Menga kelsin deyman undan ko'ra. Yaxshi pishgan bo'lsa, demak manzur pishirgan bo'laman. Yaxshi pishmagan bo'lsa-ga, demak go'sht zo'r bo'lmagan bo'ladi. 10 yildan keyin qanaqa tasavvur qilasiz? 10 yildan keyin yana kuchiga kuch, aqlga aql, boyligiga boylik qo'shilgan baxtli inson deb bilaman, ko'raman. Oilaviy kunimiz mana shunaqa davom etyapti. Hali yakunlangani emas. Hozir bitta uchrashuvim bor, shu uchrashuvga borib kelaman. Sizlar bilan mana yakunlab, xudo xolasa, keyin yana davom etaveramiz-da, bolalar bilan o'yin kulgi, xursandchilik qilaveramiz. Shu Qisqacha oilaviy kuni shunaqa bo'ldi. mana shunaqa nimada o'tadi. Bo'lishganingiz bilan Rahmat sizlarga. Bo'ldi, endi qo'yinglar, endi keling aka. O'tiringlar. Kelinglar. operatorlar sizlar ham kelinglar. Hammamiz davay, o'tiraylik davay.